Yura davrida qolib ketdingiz, 3 kundan oshdi. Endi jiddiyroq gaplashamiz. Kiyim haqida. Sizdagisi 2 oyda tugaydi. Paxta yo'q, paxta gulli o'simlik hali yo'q. Jun yo'q, jun beradigan hayvonning o'zi hali yo'q. Faqat ter bor. Eng yaxshi variant skutelozavr. 1,5 metr, sekin, jahli chiqmaydi. Terisi suyak plastinkalar bilan qoplangan. Ya'ni siz kiyim emas, branjilet o'zingizga yasab olasiz. Faqat bitta muammo bor, u sekin. Siz ham sekinsiz. Ikkilovingiz 1 soat davomida bir-biringizni quvasiz. Kim oldin charchasa, o'sha yutqazadi. Olov topish oson. Smola ko'p, quruq papirtning bir zumda yonadi. Aslida juda tez yonadi. Ya'ni bu yerda olovni yoqish oson, o'chirish qiyin. Butun vodiyni yoqib yubormang, chunki pojarni kelmaydi. Bitta rostdan ham yaxshi yengillik bor, chivin yo'q. Chivin hali paydo bo'lmagan. Kechasi quloq ostingizda hech kim vizillamaydi. Yura davrining eng yaxshi tomoni shu. Ovqatingizni ochiq qoldirmang. Kamsagnat bor, tovuq kattaligida. Tez, to'da bo'lib yuradi. Bittasi kulgili, 30tasi 1 daqiqada siz ovqat yeyotgan odam emas, ovqatni o'ziga aylanasiz. Archaeopteryx uchrasa, bu birinchi qush, qarg'a kattaligida. Uchishi yomon. Ko'proq sakraydi va pastga siljiydi. Kulmang, kulgili bo'lsa ham kulmang. Hozir sizni uchishingiz undan ham yomon. Bu maslahatlar bilan bir necha oy yashaysiz. Agar omadingiz kelsa, balkim 1 yil ham yashaysiz. Kelmasa bu yerda bo'tqoq ko'p, 150 million yildan keyin sizni topishadi, muzeyga qo'yishadi va uzoq bahslashadi. Bu qanaqa jonivor bo'lgan ekan deb.